Dadam burnumga purab ketdi. Abdori Azmat Ahmad Taran. Mikrofon oldida Xalida Erkin. Opa, dadam yine burnumga purab ketdi. Onun kiyimlerini yotgan qilib yepib qo'ya. Kechicha uning hidini purab yotay. Opa, bana neymişqa 100 içeri sanashni uyatding. Dadamni ko'rmaganimga bugun naq 100 kun bo'ldi. Endi qancha deb sanayman? 100dan keyin necha bo'ladi, opa? Buni bilmaydigan tursam. Momamdan so'rasam, dadam osmonga chiqib ketibdi. Qachonmi tushar endi? Qizimning suollari yuragimga pichoq besidek sanjilmoqda. Bilamsiz, siz ketgandan buyon men erga aylandim. Qizimizga sizning yo'qingizni chandurmaslik uchun sizdek bo'lishga tirishdim. Uningga siz aytib beradigan naqshlarni aytdim. Siz burun so'zlaydigan burunning burnisidan so'zlab berdim. Lekin ben yanıla siz bulamadım. Bugün sizden ayrılganımızga sağ 100 gün oldu. Akıllı kızımız bu 100 günü sanashni birer qitim unutup kalganı yok. Lekin o bu 100 günün mengi davamlaşıdığanlıqını hergiz mi his qılanmaydı da. Günde ettiğini oradan turup birinci bulup kılıdığan işi kalendarga belge uruş. İkincisi bolsa ikkinlarning tushgan rasmini ming ko'z qilish. Dadam qachon keladi, opa? Mana bu gapni menga har qitim degan chig'ida men uningga qanday javob berishni bilolmay. Kalendar to'shqanda keladi, qizim. deb javob berib qo'yaman. Kalendar to'shay dedi. Kalendar to'shayli deb qoldi dadasi. Kalendar to'shayli deb qoldi. Opa, dadam burnimga purab ketdi. Tam ata atmayla. Qizingizning g'alvisi yana boshlandimi? Uning qo'lida siz doim kiyib olgan qizil rangli ko'ynikingiz turibdi. Bichar to'ymay o ko'ynakni puraydi. Opa, sen o purab boqqina, bu ko'ynak dadam puraydi ekan. O ko'ynakni qanchirab kiyib yotganimni Sabiy qizimiz his qilolmaydi. Hergizmi his qilolmaydi dadasi. Kiyimingizga singib ketgan puraq bag'an siri silishyapti. Bag'an siri silishyapti dadasi. Lekin qizingizning qalbidagi dadalik puraqingiz o'zliksiz kuchayotganligiga shaksiz ishonib turibdiman. Bugün kızımızdan tug'ilgan kuni. Hammaylanga ayonki, bugungi kunda sizning kam bo'lishingiz to'limi azobli bir ish. Qanday qilaman? O'yan o'ylab, buyan o'ylab bir qamlashmagan aql kallamga kelib qoldi. Og'iningiz Ilhomga telefon qilib, sizning o'rningizda kızım bilan paranglashib qo'yishni o'tindi. Telefon keldi. Qo'lim titrab, yuragim og'zimga tiqilib qolayli deb qoldi. Telefonni qizimga berdim. Uning oldida yig'lamaslik uchun o'zimni qattiq tutib oldim. Voy dada. Tatlı qizim, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Rahmat canım dada. Sen qachon kelasan? Menga tort akilib beramsan? Albatta qizim, sizga tort opirib berman. Meni seg'indingizmi? Ha dada, sizni ben seg'inib ketdim. Tez keling-chu. Qachon kelasiz?
Olanın keynidan nimelerni deyişkenligini anlayamadım. Yo'q, anglashqa petinammadim. Rayimga bağmay iqib tushgan yoshlarim qizimga ko'rsatmaslik uchun boshqa bir uyga chiqib ketdi. Kallamda tuman ming xiyol. Men nimanchi deb acaba qizimni menga mushundaq aldab o'tamanmi? Bichora bundan keyingi har bir tug'ilgan kunida sizning yolg'on telefoningizni saqlab o'tiraman. Men sizga o'sh bo'ldim. Bekli o'sh bo'ldim dadisi. Men bekli o'sh bo'ldim. Zimmingizdagi mas'uliyatni ado qilib bo'lanmayla. Ikki ojizani bu dunyoga mangulik tashlab qo'yib ketdingiz dadisi. Opa, dadam keladigan bo'ldi. Qizingizning hayajon ilkida to'xtamay so'zlashlari xayolimni buziverdi. Qizim, gapimni yaxshi anglang. Dadingiz endi kelanmaydi. Bu sizning ig'simdan qandoq chiqib ketganligini o'zimmi bilmayman. Uning ko'zlari yo'g'on ichilib, menga qarab turib qoldi. Yolg'on. Men boya dadam bilan paranglashdim. Telefonda o men kelaman dedi. O dadingiz emas qizim. O dadingiz emas. Endi qaytib kelanmaydi. Hargiz qaytib kelanmaydi. Qaytib kelanmaydi qizim. Meni kechiring. Sizni aldig'inimni kechiring. Meni kechiring qizim. Ya dadam keladi. Telefonda menga kelaman dedi. Dadam keladi opa. Sen yolg'on so'zlayapsan. Dadamning ko'nglim keldi. Dadamning yiniga meni opirib qo'y. Meni opirib qo'y opa. Dadamning itini purib vallahi dadamni pek sig'inib ketdim. Qizimni bag'rimga chiqib bosdi. Bichorning nolisiga chidayolmadim. Faqatli chidayolmadim. Dada! Qizim, sizni dadingizning yeniga opirib qo'ysam, men qanday qilaman? Men faqat siz bo'g'achqilar. Hozirgacha yashab kelyapman. Siz meni tashlab ketmang. Mendan ayrilmang bolam. Mendan ayrilmang. Siz yo'q o'tkazilgan tug'ilgan kun mana bu shundoq ichinishli holatda oxirlashdi. Yig'lab qachonlarda uxlab qolganligimizni bilmayman. Ko'zimni ichib, beshimning qattiq og'riyotganligini bildim. Bu balkim qattiq yig'layotganligimdan bo'lsa kerak. Sahar quyoshi uyimizni illatib turadi. Qizimizga hamma gaplarni davatganligimdan yeniklab qolganda qildim. Qizimiz oqshomgi kiyimlari bilan uxlayotdi. Qizimizning qo'lida yana sizning qizil ko'ynikingiz. Men o'rnimdan turib, noshliq tayyorlayotdim. Kundalik odatim bo'yicha qizimiz eng amroq yemekligini uningga pishirib bermoqchi bo'ldim. İşlerimni tugitib, uning yeniga kirib, dong qetib turib qoldim. U yiliqi kalendarga yana belgi urvatadi. Appa, dadamning osmonga chiqib ketganiga 101 kun bo'ldi.
Gülzarım can ata sizni ajab sevgindim g'arib ko'nglim bezlashgan bag'ringizni sevgindim arzu qildim shunda bir ko'rishni ming quyoshning ta'bi bor mehringizni sevgindim yıkılganda hayatning egri tuqay yo'lida tur o'g'lim deb yularga qaddingizni seg'indim seg'inishning o'tlaring xasta qilding dilimni oh nadomat qo'ynida ota sizni sevdim yüzünüzni göremey feryat urib yig'ladim siz barbazor qaynig'an uyimizni seg'indim qadrimizni yo'qligim sevdim